Singlim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bitta iltimosim bor-da, shuni men bitta video bera olasizmi? Xo'p, mayli. Onajon, bugun men tug'ilgan kunim bo'lgani bilan ham sizga rahmat aytmoqchiman. Chunki hech qaysi boladan kam siz katta qilganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Bu tug'ilgan kuningizmi? Ha, bugun tug'ilgan kun. Kichkina tort olgansiz. To'g'ri aytsam, pulim shunga yetdi-da va taksiga atigi 5000 so'm pulim qoldi. Sizga kattakon rahmat. Yo'q, to'xtang. Qarang, hozir sumkamda 250 ming pul bor ekan, shuni olib qoling. Yo'q, menga pul kerak emas. Yaxshi beraman, olib qoling shuni. Ha, Sovg'a bo'lib qolsin. sovg'a? Ha. Nimaga yordam berdingiz? Prosta tug'ilgan kuningiz ekan, uydagilaringiz bilan yaxshi o'tkazing shuni. To'g'ri aytsam, biz eksperiment olayotgandik. Qaylo kameramiz. Yo'q-e? Qana qilasiz. Bizga yordam berganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Bu bergan pulingiz va bizning jamoamiz nomidan mana shu tortamiz sizga. Ana shunday shirin bo'lib yuring. Xo'p, singlim. Sizda yaxshi insonlar ko'paysin. Rahmat sizga.